Bugungi videoda sizlar bilan massajli kreslo tanlashda top 5 ta kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda massajli kreslo tanlashdan oldin uni qanaqa vaznni ko'tara olishini, sizlarning uyda, ya'ni sizlarning ishxonalarda ham, uyda bo'ladimi, o'zingizlarda bo'ladimi, maksimal foydalanuvchilarning vazni necha kilo bo'lishiga ham ahamiyat berib tanlash kerak bo'ladi. Chunki ayrim modellar 100 kilogacha mo'ljallangan, ayrim modellar 130, ayrimlari 150 va undan ortiq ko'tara oladigan modellar bo'ladi. Agar sizlarning uylarda vazni katta, 150 kilo, 130 kiloli odamlar bo'ladigan bo'lsa, sizlar unga taqriban 130 kilolik mos massaj kreslo olib qo'yadigan bo'lsanglar, u vesi ko'targani bilan odam sig'imi ichiga tushmay qolishi mumkin, ko'tara olmay qolishi mumkin. Shu sababli ham shu narsaga alohida e'tibor berib, maslahat qilib tanlash kerak bo'ladi. Massaj kresloni o'zi onlayn xarid qilishdan ko'ra bemalol uni o'zingizlar o'tirib ko'rib, foydalanib xarid qilganinglar yaxshiroq bo'ladi. Endi agar kelishga sharoit bo'lmasa, onlayn xarid qilib, mutaxassislarga ishonib, ekspertlarga ishonib xarid qilasiz, lekin agar imkoni bo'lsa, kelib o'tirib ko'rib foydalanganingiz afzal, chunki uni sig'imini taqriban hech kim bilmaydi. Aniq o'tirib ko'rganingizda bu narsa ma'lum bo'ladi. Keyingi endi etapga o'tadigan bo'lsak, massaj kreslolarning har xil toifasi bor. Asosan bizga ikki xil O'zbekistonda ko'p, sharikli modellar hamda rolikli modellar. Bizning Relaxo brendida asosan rolikli massaj kreslo sotamiz, lekin shariklilardan olib kelib qo'yganmiz. Sharikli massaj kreslolar ko'rib turganingizdek, gabarit kichkina, mexanizm juda sodda bo'ladi. O'ngga yoki chapga aylanib, bu masajni sodda shunchaki qilib beradi. Rolikli modellarda bo'lsa, uzun 135-150 santimetrli rolikli relsida 4 ta mamlaqa 6 yoki 8 ayrim modellarda rolik o'ngga chapga yurib, tepaga pastga chiqib, yaxshi massaj qiladi. Shu rolikli mexanizmli massaj kreslo olishinglarni tavsiya qilamiz. Sababi bu odamni skaner qilib, bo'y uzunligiga, hajmiga moslashib kelgan massaj qiladi. Agar massaj kreslo sizlarni yaxshi skaner qila olmasa yoki noto'g'ri skaner qilib bo'lgan bo'lsa, massaj ham yoqmaydi, ham ortib sizlarga og'ir travma berib qo'yishi ham mumkin. Shu sababli ham aniq o'lchaydigan kelgan rolikli massaj kreslolarni asosan tavsiya qilamiz. Endi keyingi etapga keladigan bo'lsak, massaj kreslodagi materiali. Ayrim modellarda massaj kreslodagi material dermatindan ishlangan bo'lishi mumkin yoki past sifatli eko kojadan bo'ladi. Agar bu sifati past bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda terisi o'qilib ketib, vidi xunuk bo'lib qoladi. Ikkinchi o'rinda odamning terisi bir xillanlik sezuvchan bo'ladi, ularga narsa toshirib qo'yishi mumkin. Undan keyingi varianti bularni yuvib bo'lmaydi ayrimlarini. Namli tek qilsangiz yoki-da issiqli og'ir ta'sir qiladigan bo'lsa, tez so'kilib, tomon bo'lib chirib ketadi. Agar massaj kresloni, eko kojasini, yaxshisini, ekolazer materialni xarid qiladigan bo'lsangiz, bularga o'xshash materiallar bo'ladi. Bularning ham o'z eko kojasini ikki xili bor. Dag'al yumshog'i bor, silliq yumshog'i bor. Ehtiyojga qarab shularni xarid qilasizlar. Agar uyga oladigan bo'lsanglar, o'rtacha 5-10 kishi foydalanadigan bo'lsa, silliq yumshoq material oladigan bo'lsanglar ham sizlarga bemalol xizmat qilib beradi. Sababi bu ishqalanishga yaxshi chidamli bo'ladi. Dag'al yumshoq material qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsanglar, bu sal nisbatan sinuvchan bo'lishi mumkin. Asosan buni yosh kattalarga, ota-onaga 1-2 kishi foydalangan joylarga qo'yib berganingiz yaxshi. Mana bu koja sinib tez yomon bo'lib ketishi mumkin. To'kilib ketmaydi, lekin palasa shunga o'xshash ko'rinishga tushib qoladi. Endi mol sotsang ham to'g'risini aytib sotgin deyishgan. Shu sababli biz hamma ma'lumotini iloji boricha aytishga harakat qilamiz. Endi keyingi bosqichga keladigan bo'lsak, massaj kreslodagi navorotlari. Asosan navorotga qarab ham ko'pchilik xarid qiladi. Ya'ni unda odamga beradigan qulayliklar. Ba'zi modellarda ko'rib turganingizda davleniy puls o'lchagan detektori, telefon podstavka, bespirodniy zaryadkalari bo'ladi. Ayrim modellarda deyarli hech narsasi bo'lmaydi, faqat boshqaruv uchun panel qoldirilgan bo'ladi. Endi siz buni ehtiyojingizga qarab xarid qilasiz. Misol uchun bir xillarga bu narsa kerak emas. Sodda, maksimalli minimalizm usulida ishlangan bo'lishi kerak. Bir xillarga hamma funksiyasi bor massaj kreslolar yoqadi. Endi keyingi etapga o'tadigan bo'lsak, keyingi etapimiz massaj kreslolarning dizayni. Uyingizga qarab, interyerga qarab massaj kresloni dizaynini tanlashingiz kerak bo'ladi. Bizning showroomda ko'rib turganingizdek, har xil dizaynda, har xil massaj kreslimizni uyi remontiga qanaqa tushini ko'rsatib o'tganmiz va sizni uyingizni bizga remontini rangini yoki xatga qo'yishingiz yetadigan bo'lsa ham sizga tanlashga yordam beramiz. Ayrim modellar bor, har qanaqa remontga, har qanaqa uyga mos tushib turadigan, rang tanlamas bo'lgan massaj kreslolar ham bor. Bu narsalarni agar bizning showroomga keladigan bo'lsanglar, ekspertlarimiz sizlarga batafsil ma'lumotini berib, tanlashga ham yordam berishadi. Pastda raqam qoldirib qo'yamiz. Bemalol showroom kelib, mutaxassislar bilan maslahatlashib, xohlasanglar onlayn, xohlasanglar offlayn xarid qilsangiz bo'ladi.